Hammaga salom, sizlar bilan birgalikda Erkin Ay kanali. Bugungi video roligimizda Deadmau5larni o'ynab birgalikda xullas ko'ramiz. Unda o'yinni ruxsat etsangiz boshlasak. Okey, mana bular paydo bo'ldik. Chao etib. Okey. Grafikachalar kuchli ekan. Mana bu damasmi nima bu? Nima sansini u? Yaxshi, mana bu tishni yoniga kelish kerak shekilli. Okey, gapiryapti. Gapi ham oddiygina texnika qo'yilibdi deydi ham. Ya'ni hech qanaqa animatsiya bermayapti. Shunchaki yoniga kelsa, bunday qilishni biz ham bilamiz. Mohir dasturchi bo'lmasa ham, menimcha oddiy odamlar yaratgan o'yinda. Bu yerga o'tma deyapti, lekin biz o'tma degan joyga tiqib kelaveradigan odamlarmiz. Okey. Gapiryapti. Okey, yaxshi. O'tib bo'lmasgan rostdanam do'stlar, mayli. Xat topib oldim do'stlar. Nima deyapti? O'ziga tayyorgarlikning rasmi edi. Okey, tushunmadim. Yana bu yerga boramizmi? Xo'p do'stlar, hozir qani kelib ko'raychi. Yo'q, hali ham o'tib bo'lmayapti. Menimcha biroz xatri. Mana bir tanam yo'qolibdi, Jopron degan shekilli. Mana bir tanam yo'qolibdi. Yo'qolgan shekilli. Shunga ana qo'yib qo'yishibdi xabar. Bu yerga ketam, nima bu? Bomba degani-ku Minecraft tilida. Yaxshi. Menimcha dars to'g'riga ketish kerak. Menimcha xatlarga qarab ketish kerak. Okey do'stlar, xatlar yo'q. Tak, bu yerga qanaqadir yana yashil. Okey. Bu yerga ham xatlar yo'q do'stlar. Yaxshi. Okey, o'zingizlarda nima gap xullas gapirib turinglar. Sizlar qanday gapirasizlar aytgancha, uzr. Ya'ni bu video stream emas. Yaxshi. Qanaqadir uycha topib oldim. Qanaqadir yalmoq kampir deganlarni uyimikin. Xo'p, taqillat bo'lam. Taq oching, yalmoq kampir uyga keldim peshonangizni yeyishga. Uzr. Okey, yaxshi. Menimcha hech qanaqa uy bu. Ya'ni suzich tilim qavash. Kechirasizlar, tilim qavash. Nima deyapman o'zi, Xullas, tilim o'shanaqa bo'lib qoldi. Xullas do'stlar, nima deyotdim? Xullas, xat topish kerak jimgina do'stlar. Ko'p gapirmang. Tilim qavashmay qo'la. Qavash o'zi nima o'zi bilmayman. Xullas, taqillat bo'lmaydi mana uni. Yaxshi, taqillat bo'lmaskan. Darsga davom etamiz unda yo'lni. Nima o'tib ketdi do'stlar. Yam-yashil chiroqlarni. Yashil narsa o'tib ketyapti, lekin bu albatta qo'rqinchli emas narsa. Chunki oddiy yashil narsa o'tib ketyapti. Prosta yashil nimasidan qo'rqaman? Yashilidan qo'rqmayman-ku. Yaxshi. Dars to'g'riga ketamiz. To'g'rida qop-qorong'i yo'lak. Vashi. Mana fanarlar ham bor ekan. Endi unga chapgami, to'g'rigami xullas. Men chapga ketishga qaror qildim va xat topdim. Nima bo'lyapti? Yo'q. Bu ham qo'rqitma, oddiy narsa ekan. Bu prosta rasm qo'yilgan. Buni hamma ham biladi. To'g'risi men ham bilaman bunday qilishni. Qachon ketayini bu ko'rinmayapti. Ana yerda bitta odam ko'rdim. Sizlar ham ko'rdinglarmi? Videoni orqaga qaytarib ko'rishingiz mumkin albatta. Do'stlar, agarda videoni minutini hozir kamroq qilishim mumkin, ya'ni o'zi asosan videolar minut kamroq bo'ladi, ya'ni o'zim ko'proq o'ynasam, masalan, o'zim deylik yarim soat, 1 soat o'ynayman shu 2-3 o'yinni yoki bitta o'yinni. Lekin kesib 15 minutlik qiziq joylarni qo'yib xohlaysizlarmi? Ya'ni ko'paytirishni minutni. Bo'lmaydi. O'lib, sizlarga gapiryapmanmi? O'lib qolman, yo'rar deb. Okey, xullas, qanaydir o'lib qolman. Xullas, buni yutish mumkinmi? Voy, qiziq emas bu. Xullas do'stlar, keyingi epizodimizdagi o'yinimiz do'stlar
Mana o'yin bo'ladi, buni ismini bilmayman, ekranda ham yozilmagan ekan. Esimdan chiqib qoldi. Anaroq do'stlar, xullas kalom nima deyotgandim, agarda videomiz minutlarini ko'paytirishimizni istaysanglar, shunchaki kommentariyada plus qoldiringlar yoki-da minutini ko'paytiring deyinglar. Bo'ldi. Plus ko'paytiraman minutini. Agar xohlasanglar, xohlamasanglar nima qilaman? O'zim ovora qilib, shuning uchun albatta xohlaganlar uchun ko'paytiraman. Ko'p kishi xohlasa minutini ko'paytirishimni. Xo'p do'stlar, hozircha esa kamroq qilaveraman minutni. Agar xohlashni boshlasanglar ko'paytiraman. Xo'p do'stlar, bu qanaqa o'yin ekan? Qanaqadir bir chekka dunyoni bittam yashamaykan joyiga tushib qolibmiz. Biz faqat bitta mening uyim bor, tamom. Bittam yo'q. Okey. Lekin qor yog'yotibdi, shuni bilamanki. Men nima qilishim kerak endi? Okey, hozir ko'ramiz. Do'stlar. Men qilishim kerakki, hozir aytaman. Xo'p do'stlar. Manimcha qidiraman. Hello, collect planks deyilgan, ya'ni tarjima qildim. Xo'p. Ya'ni o't degani hoppa olamiz. O'tlar qidiramiz unda. Qidiryapman. Ikkita topdim, 10 ta topish kerak ekan bizga. 10. Xo'p. Hoppa oldik, asta olamiz. Hoppa. O'zi hammasi bir joyda yig'ilgan ekan, shunisi ajoyib do'stlar. Oldik yana. Endi uyga qaytamiz do'stlar. Uyga qo'yish kerak ekan, vannaga shekilli. Vannaga o'xshash joy bordi-ku, eskilardan o'sha qo'yish kerak ekan. 1 daqiqa. Uyga qaytamiz. Yaxshi. Bir uzun video olayman. Ko'ring do'stlar, sizlar uchun. Shuning uchun videolarga bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Unda go do'stlar. Mana ketyapmiz unda. Chunki sizlar uchun kechqurun soat 9larda video olayman. Go. Xo'p, mayli. Mana uyimga keldim do'stlar. Okey, mana bu yerga esa qo'yamiz va uxlaymiz. Menimcha day deyapti. Ya'ni tunni o'tkaz deyapti. Okey deymiz va uxlaymiz. Endi nima bo'lar ekan bu? Okey. Endi yo'mayo do'stlar. Uxlab ham qolibmiz-ku. Okey. Yana tish ko'ryapman shekilli bu. 100% tish, 100 talik tish, ishonaveringlar. Chiqamiz. Tish bo'lmay boshqa nima bo'lishi mumkin? Ya'ni bunaqalar albatta tish bo'ladi. Mana bormikan? Bu qanaqa tish va tishlar nima uchun aslida? Nimaga kerakligida deylik. Yo'mayo, qanaqadir odam o'zi la'nati. Eshik ochilmar ekan bu. Odamda nimadir bu? To'xtanglar, nimagadir botib qoldim. Yer to'la suv ekan. Suvmas anaroq. Qizil qon ekan, xullas to'g'riroq. La'nati yurolmayman do'stlar. Voy, nima bo'lyapti? Tishida la'nati. Yomon tish ko'rar ekan o'zi ham. Yo, bu yomon tish ham deb bo'lmaydi-da, bu bir qonli. Bu bunaqa tishlar vashey yomon. Gapirishga til ojizdigan bunaqa tishlar. Do'stlar, to'g'risi. Ertalab turdik va yana bir boran o't olib kel deyapti, o't qo'y deyapti. Xullas, sizlar uchun nima deydi, zerikib qolmasliginglar uchun va xullas zerikmasliginglar uchun bunday chapak cholaman va o'tib ketadi. Xullas, ya'ni do'stlar, meni yana uxlash kerak ekan va uxlab qoldik. Yaxshi. Uxlab qoldik do'stlar, mana. Qani keyingi yana tish ko'rsa agar, ko'rar ekan, bu qanaqa tish bo'ldi? Yo'mayo. Hamma joy qanaqadir devorga tushib qoldik. Okey. Qanaqa past ekan? Xo'p, yaxshi. Pastlik tugadi. Okey. Yo'mayo, nima bo'ldi? Qon tepaga ketyapti. Tezroq hozir bizning ana chiqdik tepa. Endi mana qon tepaga ham chiqolam ko'raylik.
va chiqarkan do'stlarda yepat ko'milsak tamom ekan. Ana uni bosish kerak ekan shekilli. Boyagi narsa. Xo'p, qaytadan qilamiz. Yana insodda do'stlar. Mod xo'p do'stlar. Va chiqdim va yetaman orqaga qaramasdan ana bosdik do'stlar. Bo'ldi, nimadir qildi xullas. Endi do'stlar Dayuch yana o'tdegin ana o'p ketyapti la'nati. Prosta o'p ketyapti. Prosta yig'ishim kerak ya'ni o'tinlar. Agarda qiziqroq joy chiqib qolsa, o'sha joyni qo'yaman. Lekin oddiy qidirish mana do'stlar tak o'tkazib yubordim va uxlaymiz endi yana uxlash joyiga kelibmiz. Yana menimcha tush ko'ramizda uxlaymiz. Onangni ko'r. Uxlaymiz. Tashqaridan o'tib kelganday bo'lib hovlidan qo'rqib ketdim amal xullas. Endi horror o'ynayapmiz. Kim bilsin, baribir odam qo'rqa oddiy horror bo'lsa ham lekin men horrordan qo'rqmayapman. Prostagina ovoz eshitilganday bo'ldi-da. Endi muammosiz xullas garom yuramiz. Bu qanaqa joy endi? Qanaqa tish bo'ldi? Xo'p, o'rmon ekan. Bu safar qorli o'rmon emas ekan, voy. Ular balg'am. Necha? Xo'p, do'stlar. Yana nima bo'ldi sizlar? Oldimda balg'am bo'lib qoldi ismingiz. Xo'p, mayli. Menimcha ko'p gapirganimga. Okey, ya'ni ko'pdan beri video olmay ketdim-ku, ya'ni uzun gapiryapman shuning uchun. Okey, bu haligacha bo'lmay ketdi la'nat. Qayerda bor ekan? Hozir qanaqadir qasr ko'ryapman do'stlar. To'g'risini aytsam, qasrning yoniga kelamiz. Yo'qmi? O'zi animatsiya bo'libdi bu yog'i, yaxshi. Nima bo'libdi? Nima bo'ldi? Yo'qmi? Nima bu o'zi? Hoy bo'ldi. Keyin okey. Keyin nima bo'ldi, bratto? Nima bo'ldi? Dukmane qo'rqib ketdim do'stlar. Yo'qmi? Tugan. Do'stlar, agarda bu to'g'risini aytsam, agarda anasi ikkala o'yindan ma'no ko'rgan bo'lsanglar, iltimos ma'nosini yozib qoldiringlar. Portalda iltimos ma'nosini yozib qoldiringlar. To'g'risi 100% ma'no so'rasanglar, men 100% ma'no ko'rmadim deb aytishim mumkin, chunki ana shu 3 marta tush ko'rdi. Prosta turdi, o'tin yig'di va yana uxladi va yana tush ko'rdi. Prosta ushlatish va ushlatishdan mantiq nima va nega ushlatib ko'rdi? Birinchi o'yin saqay u nima tushunmadim xullas. Aqlimga sig'moqda bular prosta nima qilmoqchi edi? Xullas garom kommentariyada yozib qoldiringlar va videoga qolinglar xullas. Xullas garom kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xullas so'zimni ko'paytirdim va hammaga xayr.